Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 13-oktyabr sanasida 3 yasharli beximizni hosiliga baho beringlar. Mana mevalari, kattaliklari. Uch yashar bo'ldi mana bexa. Mana mevalari. Bir marta uzildi. Yetilganini uzib qolgan hosili mana. Mana oralaridan yetilganlarni uzib olingan. Katta-kattasini yana yetilyapti qolgani. Mana o'g'ralarda ham bor mana hali. Bexani rangiga baho beringlar. Olma bexa, kimga bu bexani ko'chatlar kerak bo'lsa, bexadan boqmoqchilar bizga aloqa qilib ko'rasizlar. Nomerlarimiz 97 335 35 32. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.